Özlərinizdən biləsə, milliy nərsələr prosmodur kəm boladı. Şu həmmə beçkənə nərsəyə öyrənib batır. Xuda xalasa mənfəətli video çıxartırpızmı? Bir podpisiyası basıb qoyunlar. Garderob. Hazırki uylarda garderob, əddiyini xana garderob işləb tutdular. Şu garderob üçün garderoblu mexanizmlər buladı. Ütük pasadan mı? Bu yine ütük pasadan. Əddiyini ütük pasadan koyup ne udub ne bolu. Həm caya gələm idi. Caya gələm idi. Özünə caylaşadı, yine ütüklü basıb. Aslan. Bu da yani bemalol şu neden devaldan kaçırıp ya girizip çıkarıp bilemiz. Neçə il vaxt garantiya verəsiz işlərə? İşlərimizə Kərim bəy 5 il garantiya verəmiz. Kraskasına, rənginin özgərişinə, ya qırçılışına 5 il garantiya verəmiz. 5 ilin içində servis xidmətini ətib verəmiz. 1 metr deyənik üstü pəsti bilən hesablanar, doğru? Neçə metr düşünərsən? Hazır üşüməyə bilim. 3 metr var? 5 metr. 5 metr mi? 480. Köşklərim çox boladı desələr, bunu 12 qatarlığından qoyub verib biləmiz. İmanın yenə bir zor yeri var ki, qaranqalı. Bizə həm mebellərimiz şu pasvek kirəbləriniətənə bulalım. Şu ban əddiyini ölçədi. Ban əddiyini ölçədi. Yenə şu yakamadası ban əddiyini. Ban tərəf əddiyini yana. Hop, işləb çıxarıcı cərəyanlarını görəslər, özlərini, qol mexnətləri. Kərim bəyə ban tərəf Esasen şu bir yerde doğ pilin stanokta kesici cərayəni boladı. Banına ötüb roverə naqş veriş cərayəni 2 roverimiz var. Assalamu alaykum hurmatli kanalımız azaları sağlamamızda. Bu videomuzu yakınlarınıza tarqatıb bərənglər. Acayip video qılamız. Xivadamız, yəni Usta Sadıq karxanasına gəldik. Qaranglar, arka tərəfimdə joylashqan bir yerdə MDF işdən işləb çıxaradalar. Həm başqa türdəki mebellərini işləb çıxarada ekanlar. Dur işləb çıxarış cərəyanını bilən birgəlikdə görsətəmiz. Sifətli nərsə gərək bana, pulu arzan bolsun Kərim bəy, şunu nərini görsətdi də onlar üçün bu videonu tarqatıb qoyunlar. Zor nərsə, xuda qalsa sifətinə cavab da tutdular. Köp işini, fabrikni, işlə, mebellər bilən, polni rəqabətləş biləmiz də tutdular. Sifətini özlərinizdən birgəlikdə görəsə, pulları sezilərli dərəcədə arzan boladı dedilər. Mənzilini çüntürüb ötəmən, yanlış adam bolsaysa, mənzildə ekranda telefon nömrə çıxarıb qoyamam. Bemalal şuna telefon qula verəsə. Mənzili, Xivağa gələsiz, Xiva Kasmada silikat zavod nə desəysə, həmmə çüntürüb elədi. Xiva Kasmada silikat zavodunun yanında caylaşqan boladı Usta Sadıq karxanası. Əsə getdik videonu başlayımız. Bu videonu yaxınlarınıza tarqatıb bərənglər. Özlərinizdən biləsə, milliy nərsələr prosmodur kəm boladı. Şu həmmə beçkənə nərsəyə öyrənib batır. Xuda xalasa mənfəətli video çıxartırpızmı? Bir podpisiyası basıb qoyunlar. Telegramda qruppalar, qarandaşların qruppaları olsa bir taşak qoyunlar. Getdik başlayımız. Doğru işləb çıxarış cərəyanını görsətəmiz. Xuda xalasa özlərinizdən baxa bərəslə. Klas basıb bərənglər. Aytqanımın köprək adama tarqalsın. Halka gərəkli nərsədən bu nərsələr. Yine vallahi işe bitti. Xuda şükür neydi? Xuda şükür neydi? Genç andam ya. Azı bende ofisi var. Bir andam yine stanoklarına kanka. Bir hata aylanıp çıktım. Hemen ise eşiklerini özleri polini işlep çıkar uzat bulutlarken. Bismillah. Xuda şükür. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kerim baya yaxşı gəldiniz mi? Rahmet, sağlıqların yaxşı mı? Rahmet. Bir görsətəliyini və abunacılara xuda xalasa. Xuda xalasa inşallah. Assalamu aleyküm. Kerim Bay Savrov YouTube kanalı, Instagram kanalı güzəltçiləri. Bugün xuda xalasa sizlərə də mənfəətli video işləyimiz. Xuda xalasa şunu görüb bir baxa bərsənizlə inşallah mənfəətli video oladı. Videonu əmməyə cönətib qoysanız da. Neçə ildən mənə bu sahədə yüzlər. Kerim bəy bizə Usta Sadıq karxanası əsasən eşik işləb çıxarış yonalışı boyunca fəaliyyət alıb baramız. 2014-cü ildən bağlı şu karxanamız təşkil tapqan. Şu an bir qatar hazır ofisimizdə qılıb duran işlərini, götürülən işlərimizi abunəçilərimizə göstərib ötəmiz. Qaranlar bu nərsə üst süvetlərlə qaranlar özlərinin işləri var. Həmmə nərsə bir də fabrikni mebellər bilən polni bu işlə bilən rəqabətləşə aladı. Kerim bəy bu işlərimiz neoklassik olub, əsasən krashinli üslubda işlənən. Bu işlərimizi kraskasına gələn olsaq, Valressa firmasının kraskələrindən faydalanğan. Bu firmanı həmmə bilədi, İspaniyalı nömrə deyil firma kraskələrindən. Bir də hazır ürfdə olub durğan rənglərdən işləyənimiz, əsasən ağ rəng, gök rəng və ümumi nəyə bir rənglərdən həm işləyənimiz. No, sweet boy, bu zor ekan.
Hamilyon mu bu ne? Bu Bir rang prezident mi? Parlament mi? Svetini Şurada bilen onamıza svet yazıp desen eğinle. Hop, şimdi bulan işlerini pullarını çıkoladı. bu eshiklarimizni kvadratları 1 million so'mdan boshlanadı. 1 million 500 ming so'mdan bor. Eshigimiz 1 million 500 ming so'm. Obkladkalar yana qalin obkladkada ishlangan. Nalishliklarga ham ahamiyat berishingiz mumkin. Nalishliklar ham 50 1.6lik qalin nalishliklar ishlangan. Bu neoklassik variantda bo'ladi. Eshigimizda karkaslari 100% NDF'dan sotilgan bo'ladi. Davraklari qalin zavskoy reykalardan. Quloq zamoklar ham magnitli zamoklardan foydalanamiz. Hozir bir eshik challi, o'sha ishni yarma kapıncha so'm bo'lib boradi masalan. 1,5 million kvadrati. 90 210 eshikni olaveradi. Обычный standart. Standart 90 210 eshikimiz 1.8 kvadrat chiqadi. Bu da ya'ni nalishlik, polishlik hamma narsasi bilan zamoklari bilan sizlarga 2,5 million so'm tushadi. Agarda daborlarni ishlatadigan bo'lsangizlar, orqa taraflari dabor atiladigan bo'lsa, adaptator qo'shiladi. Hozir keyin shu eshiklarni zakaz beradilar-ku, ustanovka qilib bersa pul olamaysizlarmi? Keyin ben shuni ham aytib o'taylik. Bu eshikimizda ko'pida eshik zakaz beradilar, to'g'ri eshikni upa qo'yib ketib beradilar. Bizda unda emas. Eshik zakaz berasiz, razmerlarni o'lchab olamiz. O'zlarimiz olib borib, ustanovka pul qo'shilmaydi. Ustanovka shu kelishgan pulimiz ichida. Shu narsa kerak. Sizlar obunachilar uchun Karim Bayish zamokni ham yaxshi zamok, magnitli zamok, 100 ming so'mlik zamokni ham bonusini ichida qo'yib beramiz. O'zi zamok addinli bo'ladi, lekin ichida qo'yib beramiz. Zo'r, rahmat. Shu Xudo shukr savolga javob bergan. Men bu narsani so'raganim sababi musofirda o'tirganlar bor. U yoqqa qo'ydilar. Bir yere gelip sizlar yanında yürüp bilmeydi ular. Eshikni olib qo'yib, ustanovka usta bilan boqib, yonda o'tirdilar. Endi sizlarning ishini o'rnatib berib ketganlaringiz zo'r ekan. Masalan, zakaz bersan, necha kunda bitadi? 15 kun. Uni bitadi olamiz. 15 kunda bir kun o'tadigan bo'lsa, shtraf to'laymiz. Masalan, 10 eshik bo'lsa, 10 eshik ham 15 kunda bitadi. Qarang Karim boy, 15 zakaz olamiz. Necha eshik bo'lishidan qat'iy nazar, 10 eshik olamiz, 2 eshik olamiz, 1 eshik olamiz. 15 kundan kecha qoladigan bo'lsa, biz shtraf to'laymiz. Har bir kecha qolgan kun uchun. Hisob. Zo'r. Bu necha so'mlik variant? Bu eshikimiz bu biltirki 2-3 yillik moda. Bu eshiklarimiz 1 million 100 ming so'mdan. Hozir bu eshiklarimiz urfga kirgan. Skromniy, ha? Skromniy-da. Однотонный bo'lib turibdi-na, shuna уже yana avvallar shunday bo'lar. Avvallar bunday narsalar yo'q edi. Keyin Karim boy bunday hozir shunday qoshli shoxani aylanadan ham foydalanib turibdi. Bunday oyna qo'yib berdi deydigan bo'lsalar, bu oynasi addiniy hisoblanadi. Ishi ko'rib turgan oynamiz yana 85 2 olib shunga moslangan oyna 600 ming so'm. Qoshli oyna, yaxshi oyna. Eshikcha tushadi shunday ish. Kerim boya bu eshikimiz shu durishunda nalishlik, polishlik, zamok, pamok, oynasiz. 2.10 85 ikimiz razmeri. Masalan, oshxona-pashxonalarda zo'r tushadi. 2 million 300 ming so'm bitadi ekan shu eshikimiz. 2 million 300 ustanovkasi bilan birga. Ustanovka ichida. Hisob. Endi bir de razmerdan kelib chiqib turibdi-da, narx, to'g'rimi? Shunda. Misol musofirda yurgan og'alarimiz bor, bu yerga kelish imkoniyati yo'q. Agar yo'q, eshikingni sifatini ko'raman desalar, bemalol kelib, misol yaqin odamlar kelib eshiklarimiz sifatini ko'rib narsalar, razmerlarni olib kelsalar, yo borib o'lchimiz, pullarni hisoblab, to'shin pullarni aytamiz. Yana bu narsalar nima bo'ladi? Ichaklarimi bu eshikni? Bu narsalar eshikni shu karkasi bo'ladi, qarang. İçlari ishni eksentrik etib, MDF'lardan karkas yasaladi. Bu da ya'ni eshikni burilishini, qiyshayishini eldan oladi. Qirog'ini MDF bo'ladi, taxta bo'ladi, reyka bo'ladi. Ishlayotganda garantiya berasizlar. Keyin chetam MDF bo'ladi yana. Keyin buni yana bir fishka yaxshi yeri, qarang. Bu bon tarafini nalishlikda bo'lsak, bu kasakning ichine suqma bo'ladi Kerim boy. Bon tarafini daborda bo'lsak, bon ham kasaga suqma bo'ladi. Bu da ya'ni bu eshiklarda shunday muammo bo'ladi. Qapadan ajralib yuradi. Shu. Ya masalan, paxsadan solingan joylar bor, devorlar qiyshiq bo'ladi. Yaxshi bormaydi, qapoq yopishmaydi. Bu da ya'ni bemalol shundan devordan qochirib yo girizib chiqarib bilamiz. Necha vaqt garantiya berasiz eshiklarga? Eshiklarimiz Karim boy 5 yil garantiya beramiz. Kraskasini, rangini o'zgarishini, yo qirchilishini 5 yil garantiya beramiz. 5 yilning ichida servis xizmatini ham aytib beramiz. Bu eshik necha so'mga tushib boradi shu? 1,5 million uni kvadrati? Bu eshigimizning kvadrati 1,5 million. Bu toza hali yechirdi, yo'q ranglardan foydalangan bu eshigimizda.
Taxminan challi bo'lib Taxminan boradi. shu duruşu 3 millionlara tushadi. 3 millionmi? Ha. Yaxshi. 3 millionlara tushadi. Sifatine javob. Sifatine cevap. Libo firmini zavod misal Karxanalar bo'lsa. Karxanalar Libo ne bilan raqobatlashib bilamiz sifat bo'yicha. Yaxshi. Qarang Karim boy, bu eshikimiz Shotlandiya uslubida ishlangan. Ava. Endi qarang, mana oynasi boya ko'rsatgan oynamizning qoshli emas. Ava. Mana oddiy oyna bo'ladigan bo'lsa, shu bahoni ichida qo'yib beramiz. Mana doplata pul qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi oyna. Lekin mana shunday. Bu bliski bu, yaldirab Bliski yotibdi bu. Zo'r, bom yomon emas ekan. Yaldirab zo'r na beradi bu. Fonalikdan. Yo'q, bilindi, o'zi kameradan bilindi. Yaldirab turibdi. Xo'p, chasoma tushib boradimi ne eshiklar shunda? Bu ham shu 1 milliondan girdimi kvadrati? Bu eshikimiz 1 million 100 ming so'm kvadrati. Bu eshikimiz ham 2 million 300 ming so'mdan tushadi. Bu svetlarni yaxshi zamoklarda. Zamoklar Aytganimiz zamokni sinab olishingizda zamokning ichida qo'yib beramiz. Magnitli, yaxshi zamoklar, sifatli. Aquadan ham muammo yo'q. O'tgan safar aquani chiqardik. Aqua kerak bo'lsa ham faqat sifat uchun ishlatib turdilar. Sifatli aqualarni xohlaganini yetib qurib beradilar. Buncha soma tushib boradi. 5 ishimiz ham 2,5 millionga tushadi. Nalishlik, polishlik hamma narsasi bilan. 2,5 million. Dabor bo'ladigan bo'lsa, doplata bo'ladi. Kuxunning yomon edi bu yerda. Kuxunning Karim boya bu shu oxirgi modellarda ishlanganmiz. Bu kuxunning mebelimiz ham krashinli mebeldan. Ova. Kraskalar aytib o'tganimiz yaxshi kraskalardan kirchilmaydi. Bu mebelimiz ham furniturani yaxshi zo'r mexanizmdan qo'yib beramiz. Ova. Sifatlar bo'lar kvadratlar shunda. Bularni metri, krashinlar metri 3 million so'mdan boshlanadi. 4,5 million so'm, 4,5 million so'mdan bor. Kirchilmaydi axı bo'ladi. Kirchilmaydi, kraskasina garantiya. 4,5 million adam. Chisti sifatli narsa. Belini podsvetchalar qo'yib, ichlaridan podsvetcha qo'yib, oynalatib, o'zgacha uslubda ishlangan. Buni yana bir zo'r yeri Karim boya, qarang. O'sha mebel zo'ttirasiz-ku, qo'qni mebel zo'ttiradigan bo'lsalar, podsvetkasini bonusini ichida qo'yib beramiz. Podsvetkalar ham oddiy kulchator bo'lmaydi, shunday sensorli datchiklarda ishlaydi. O, yaxshi. Shu telari bilan, bon taraf shkaflari bilan yanadi. Bog'lanib bilan hozir qo'lingga olib borsang o'chadi bu, ha? Ha, olib borsa o'chadi. Yaxshi. Ya'ni laminat ham ishlaysizlarmi? Laminat ham, akril ham ishlaymiz. O'zi bizlar asosan ishlashlarimiz krashinli uslubda bo'ladi. Asosan eshiklarimiz ham krashinli, oshxona mebellarimiz ham krashinli, hozir laminat, akrillar sal ozgina. Qarab aytayotir. Shuning uchun hozir krashinlar yaxshiroq deytib berganmiz. Ya'ni 3 milliondan boshlanadi ekan, to'g'rimi? İşi yurib turganingizda metri 4 million. Hozir bu 4 millionlik variant. 4 million degani 1 metr deganing usti pasti bilan hisoblanadi, to'g'rimi? Necha metr ish narsang? Hozir ishi mebelim 5 metr. 5 metrmi? 480. 4 metr, 5 metr deganingda balandligi 20 millionning bo'lib boradi, ha? Ha, balandligi 270. Aha. Ish 20 millionning 18-20 million bo'lib boradi ekan, ha? Ha. Bir de bu pakazda turibdi. Misal kimni uyi razmer bo'ladi, bu o'lchab zakaz asosida ishlaymiz. Ba'zi kelib ko'rishlari uchun pakaz ishlaymiz. Bu narsalar nima? Bu vajamiz Karim boya hozir mebel, garderob. Hozirgi uylarda garderob, oddiy xona garderob ishlab turibdilar. Shu garderob uchun garderobning mexanizmlari bo'ladi. Utik pasadonmi? Bu yana utik pasadon. Oddiy utik pasadon qo'yib neudobniy bo'lib. Ham joy egallamaydi. Joy egallamaydi. O'zina joylashadi, yana utikni bosib ostdan joyini qo'yib qo'yaveradi yana. Davotchik mexanizmimiz ostdan tartib ketib. Ayol kishilar ham ishlash uchun udobniy. Bu narsamiz cho'sh taxlanadi. Ava. Misol zo'r butikdan giyinadi. Normal garderob yo'q. Shuni bratlarimiz uchundan bu. Bu yana meni Buni sharflari, nomlari bo'lsa, chalov, sharf shunday narsalar osib qo'yish uchun. Bu narsaga qarang. Bunda o'zi bratlarimiz tushunadigan buni. Chapaskiga nereye bastın ibiydi? Sensor bo'ladi. Bular ham nima bu knopka nomer yozadi? O'zlari kod kiritadi. Hali kod kiritilmagan bunga. Pulsullarni qo'yaverasizlar, dollarlarni. Pulsullarni qo'yadilar. Bu shirkasi. Bo'mizi datchik tujinada ishlaydi. Qo'l bilan o'chadi, ha, xolos. Siz borsangiz yanadi, bo'lsa o'chadi. Yanında turgani 3 minut. İşte. Bu narsani bo'yi yetmasa, misol shunday mishelliklarni qo'yib, stollarni qo'yib Stan ildirib yana qo'yib qo'yaveradi. Yaxshi. Bu narsa nima? Bu mexanizmimiz
Ayol kishilar uchun ama bir yere tilla buyumlari, yüzüklari, işte bu narsaları. Bularni qalan chaqib bo'lib beraverasizlar. Ava. Bu chaluverish shimlarni ildirish uchun. Bu Bu tendagi kirlarni, misol kir bo'lgan kiyimlarni olib, shunga solib, tashab qo'yadi. Yaxshi. Kerak bo'lsa shu o'zi bilan olib ko'tarib ketaveradi. Bu anda shuni premium varianti bo'ladi. Bu ichida o'sha podsvetkalar, yonilg'ilar, qo'shiladi, bag'at bo'ladi. Bu yostiqchalarni, saytlarni. Ha. Ketadi-ku, bilasiz-ku. Bu ham shu yana. Biraz şu shimlarni, shu chalonlarni oldirib, istiga oldirib ko'radi. Buni kvadratcha so'mdan bo'lib qoladi endi. Bu narsani kvadrati uyni razmeridan, qo'yadigan shu aksessuarlardan kelib chiqadi. Misol, menga ibi kerak, yo bu kerak degan bo'lsa, shunga qarab pulini chiqarib beramiz. Pulini ham zo'r bahoda aytib beramiz kerak bo'lsa. Nima qarang? Aynan. O misol. O'zingiz ko'rib, joy o'g'irlamaydi birinchidan. Hem garderobdan ham uzoqdan ko'radigan variant kerak bo'lib qoladi odamlarga. Yine. Yaxshi. Bu narsa galstuklarni sotadilar. Ha. Buni bu ham shu ko'sh taqlidilar menga. Ya'ni ko'shga qiziqib kolleksiya etadigan og'alarimiz ham kelamiz bor bu. Ikki taraf ham xolos. Ikki tarafdan bo'ladi. Misol, bu onda 8 qator ne olsa, bu onda yana shunday. 8 qator. Eğer ko'shlarim ko'p bo'ladi desalar, buni 12 qatorligidan ham qo'yib berib bilamiz. Buni yana bir zo'r yeri bor, keyin bor, qaranglar. Bizlar ham mebellarimiz shu podsvetkalar bilan aytaman bo'ladi. O'sha boni abdini o'chadi. Boni abdini o'chadi. Yana shu yoqqa desa boni abdini, boni taraf abdini yana. Pultda yana o'chadi. Zo'r. Xolos esa ayollara, erkaklar uchun alohida qilsa ham bo'ladi ekan. Sexni ko'rsatamizmi? Sexni ko'rsatamiz. Ketdik. Xo'p, ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rasizlar, o'zlarini qo'l mehnatlari. Kerim boya bon taraf asosan shu bu yerda do'qpilni stanokda kasish jarayoni bo'ladi. Bonni o'tib rovera naqsh berish jarayoni, ikki roverimiz bor. Bondan naqsh beriladi, bundan naqsh beriladi. Shunday asosan bu yerda kasgan tovar kesiladi, o'shada bichiladi. Bu stanoklarni bular bo'lish uchunmi bular? Bular naqsh berish uchun kanizlari, obkladkalari. Stanok ko'p-ku, ha? Bular dishvalda bo'ytiladi. Jamma stanogimiz 2dan. Zaten ishga bo'lmasligi uchun-da, misol hozir bunda bir bola ishlasa, boshqalar qarab turadi. Shuning uchun hammasini 2dan qilib qo'yibmiz. Nolis. Keyin biz stanogimizga keladigan bo'lsak, keyin bu press bo'ladi. Press stanogi bo'ladi. Eshiklar ham shunda zavskoy. Shunda presslanadi. Samodelniy povakilarda presslanmaydi. Haqiqiy shunday simola kelaylarda pressa bosiladi. Bu da yani eshiklar pressa bosilan vaqtda keyin qati ochilib, unday muammo bo'lmaydi-da bizning eshiklarda. Gap yo'q. Zo'r. Bunda shu 40 tonnalik press yana o'zimizga kerak. O'zi bir eshikning eng sifatlisini, eng qimmati chasonga tushadi. Bam 5 millionlik eshik bam. 5 million eshiklarimiz bor. Yarma qapalanmi? Yarım eshiklar ham chiqadi, kattaroq razmerda yarım eshiklar ham chiqadi. Endi eng qimmat full narsani aytib turibman-da. Endi razmerga qarab chiqadi. Eng oz bizda yaxshi sifatli eshiklarimiz kvadrati 1 million 600 ming so'm. Standart razmer aytaman-da, обычный standart razmer bir xil bo'ladi. Shu 5 millionlik eshiklarimiz 5 millionlarga boradi. Argalar 3 million deydik hozir. 3 million, 2,5 million. Zo'r. Sifati zo'r axir 3 million. Bizda asosan narxlarni qimmat qo'yamiz yo'q, arzon shu xalq uchun, ya'ni shu o'zlarimiz ishlab chiqarish, o'zlarimizga moslab shuni yalashtirib qo'yamiz. Kuxoniylarga qaranglar, ishlab turibdilar ekan hozir. Bu yerda kuxoniy mebellar, bu yerda karkazlar ishlanib turibdi. Kuxoniy mebellar yana bir yerdan aytib o'taman sizlarga, shu karkazlari bizning kuxoniy mebellarimiz shu MDFdan ishlanadi. Displaner ishlatilmaydi. MDF bo'ladi karkasi. Bu da yani soğanı çadıydı-da. Keyin sizlarda bölüp to'lash degan narsalar bormi? Xudo xolasa hozir bölüp to'lashni shuni yo'lga qo'yacakmiz. Tez kunlarda yo'lga qo'yamiz. Albatta obunachilarimizga buni aytib o'tamiz. Benden bolalar ishlab yuradi hozir, kamerani ko'rib qashdilar. Qaranglar hamma narsa. Bolalar sal kamerada uyaladi. Yine bedam stanogimiz, puxa basadan stanogimiz bo'ladi. Benden o'shatib o'tdi. Bu anda bolalarimiz Nazda kurup eshiklarimizni kraskalash jarayonida bo'ladi. Kraska beda. Beda hozir Nazda kurup eshiklarni kraskaga qarab tozalab turibdilar, kraskaga qarab. Kraska kiysam yomon bo'lib turibdi ekan bu.
Benim dumyomon kraskisi. No, berdi kurutuladan yerim ya. Ava, bu xonamiz kraska sushilka bo'ladi. Bu anda kraska sepi berak kelib quritiladi. Siz o'rganib ketgansiz buni isini, ha? Endi bol maskasi deb ishlaydi bolalar, ha. Yine. Qarang, buni alishda ekan, ya aytib o'tdik-ku, ya'ni bu. Qarang, bu 1.6lik MDF ishlanib, yipkani alishlik bo'lmaydi. Bu taraflari yana kesak vatkanning suqma bo'ladi. Vidlar ham yana neoklassik stilda ishlangan. Xudo xolasa yana Bular grunt topkadan chiqib turibdi, kraskaga kirib turgan eshitmalarimiz bular. musofirda o'tirib kuzatib o'tirganlar bo'lsa, bemalol sifatli narsa kerak Karimboy deb o'tirgan odamlar ko'p edi. Ishonchli odamlar kerak deydi onlar uchun bemalol. Bular shu kraskadan chiqqan pog'ib kelib turibdi. Keyin Karimboy bir narsani aytib o'taylik. Masalan, yaxshi niyat bilan dom soladi, yo bir imorat soladi. Bizda navun aytib bilamiz shuni. Xizmatlarni qilib bilamiz. Qarang, bizda Aqua, termo eshiklardan, eng oxirgi modellardan oyna eshiklar, MDF eshiklar. Yana birlari zinam ishimiz biza. MDFdan, sosna, yong'oqdan, liboy xohlagandan zinam ishlab beramiz. Yaxshi. Necha so'm u zinani kvadrati yurimi? Zinalarning stupenkasi o'rtacha 1 milliondan boshlanadi. 1,5 oriyani nayna qarab, yong'oq, sosna yo MDF saylashına qarab narxlarni chiqaramiz. Agar xolidonlar bo'lsa, borib o'lchab, narxlarni chiqarib beramiz, obrazlarimizdan borib. Katalog rasmlar bor, to'g'rimi? Sizda Instagram bormi? Bizda Instagram bor. Nima deb chiqasizlar? Usta Sodiq mebellari. Usta Sodiq mebellari. Ekran ham yozib chiqarib qo'yamiz. 2 dona profilimiz chiqadi. Biri Aquasek profilimiz, biri Mebelsek profilimiz. Tushunarli. Birdan chiqmasa hozir yomon ekan bu. Sizlarga bilinmaydi u. Endi tayyor eshiklar, xudo xolasa. Bu eshiklarimiz Karimboy. Qarang, 15 kunada zakaz olganmiz. O'sha eshiklarimiz bitib turibdi, lekin hali uylar remonti bitmagan. Beda mana shunday eshiklar. Zakazi bitgan. Yana strechlarni pog'obga bo'lib turibdi. Bitib yotibdi eshik. Lekin hali uyi bitmagan. Uyi bitmagan. Mana tarafdan bor. Zo'r. Qisqacha shunday faoliyatlarini ko'rsatdik. Xudo xolasa o'zlaringiz shuning bir yoyilib yotganini alashtirmanglar, to'g'ri, tabiiy holatda ko'rsatib turibmiz. Hamma narsani ko'rsatdikmi? Qolib ketgan narsa yo'qmi? Ko'rsatdik, xudo xolasa. Qolib ketgan savollar, narxlari bo'yicha bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerga telefon qilaverasiz, adresini ham shu tushuntirib o'tadilar. Agar yang'ilsangizlar, bemalol shu Kasma silikat zavodni yonida metan zapravkani yonboshi. Kasmada silikat zavod desa, shu pivoda. Keyin 4-Damazda keladi bu yerga. To'g'rimi? 4-keladi, avtobus keladi. Avtobus ham keladi ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dastavka uchun labolar tayyor. Uyingizga yetirib beradilar. Aytgandek 4-Damazga gatirana, xudo shu. 4-Damazda yana keladi, metana kelib turibdi yana. Shu yo'lni boshida tushib qolaverasiz-da. Amon bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Telefon nomerini bir og'iz aytib qo'ysang. Telefonlarimiz 97lik 856 8109, 99lik 741 74 74. Telefon uraversa ekrandan yozib chiqaramiz. Sog' bo'linglar, amon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.